Assalamu alaikum. Hidayatullah efendim, yaxshimisiz? Ben Zümrət Tursun buluman. Telefon numarangizni bir aydan beri Türkiye'deki balaga bir igi chiqishni qayta-qaytadan hammalar tavsiya qilgan. Men bu aşı ma'riflarnikinki Facebook'daki ismini tag qilib turib qilsammi ko'rilmadi sizninki. Endi bu meni qaratib etganmi, men tiqmabdiman hech qaysinlarni qaratgan bo'lsam chiqadi nimaning ichida. Undaq bo'lmabdi. Buni endi Qur'on o'qigan bilan, yana bir qilgan bilan jannatga kirishimiz natayin. Ma ojizdan chiqsaq bo'ladi deb o'ylayman. Buningga sizning qo'lingiz yetadi. Shuncha olajaq odamga vatandoshlik qilib beradigan mundaq adam, bu bir odamninki o'disidan faqat chiqqil olmaydigan ish yo'qdi hamda, ya quloqlarga yetmadimi, ya ma yandikilar yetkizmadimi bilmadim. Mani samimiy taklif men sizga ivatib qo'ydim buni. Men samimiy so'z qoldirdim sizga. Ya sizda beray, menimcha siz mendan kichik. Men sizga samimiy so'z qoldirdim. Mani u deyishib Uyg'urning qo'ldan kelish qilayotgan ishni qilish kerak. Qo'llardan kelayotganni qilyaptilar. Bir mo'ch odamni qo'sqini qilyaptilar emasmi? Lekin odamning ishi bor. Buni yozma shaklda men sizning ovozini ko'cha qo'yib o'taydimedim. Men faqat bu Abduvali Yosinninki doktorxonada yetishish uchun kimlik kerak. Qo'sqini beqishdagi masala emas bu. Faqat doktorxonaga yotqizish, bundaq kasallik odam talalarda yürüp ölüp tatib qalsa, mo'shining hisobini Allohga beramiz. Agar din jihatda sizlar mendan falan asigo, din o'qigan odam. Mo'shining so'riqini biz beramiz voy Sharq Turkiston, voy mandaq deymiz. Men sizlarga samimiy miyada paran qildim. Buningga aslida ega chiqish, men demasam ega chiqishlarniki vazifanglar. Bulturmi chiqib so'zlagan bu to'g'riliq. Bu bolaning ahvolini obdan billah qaslari. Bundan albatta xabarlar var. Lekin qayda qilamiz? Yani davomli ashusizlarga men sizga to'nka egizay dedim, o tapanaqqa beray deb so'zladim. Tinmay maqtayman, mush ega chiqsa deb turib unimi dedim. Albatta berlar, to'g'ri. Hammamiz beramiz buni hisobini. Sizlarimiz samimiy bo'lsa, men samimiyga qilyapman. Ega chiqyapmiz, qani ega chiqqan bo'lsalar ko'chada yurmaydi bu bola. Bulturmi chiqqan, undaq bo'lsa buniki doktorxonaga akirish qilmasa qo'ng'ida kashkichi yuradigan bolalar tozliqlarni qilib bu jat bezor bo'ldik deb to'g'ri. Aman tetida bir odam urug' tuqqanlarga aman tetida kasal davolatib o'zining o'disidan chiqarligida qilish bu Uyg'urninki bir mas'uliyati. Shundaqku deyman, men demasammi, Turkiyada shuncha dernek, shuncha nochilar bor yerda aslida bu bir sharmandachilik, bu bir satchilik deyasizlar. Qaysi tuhmatni, kimni tuhmat qildim-a? Paranglashayotmanda o'xshaymiz. Undaq ikki qo'r yozmay. Yaxshili davlat emas, to'g'ri, lekin qo'linglardan keladi. Bu gapni deyishaylar, sizlar davlat emas, to'g'ri. O minglagan kesam davolatganmi, mush birsi ashning arsiga tiqilmadimi, sig'ilmadimi? Men sizlar bilan takalashmoqchi emas. Mingdan oshiq odamni davolatdik deylar. Davolatgan odam mushning ichiga birsi mush sig'madimi, mush bola nervi kasal odam sig'madimi? O telefonni olmaylar cho'qim, o 100%. Mayada biz samimiy paranglashaylik dedim. Arini men buzdim, men so'zladim hozir sizlarga. Shuning uchun bolaninki ishiga kelgan chaqda mingdan oshiq odamni davolatgan bo'lsa, nima deb mush bir bola sig'madimi ashning arsiga? Derneklarning ishigini urmadimi boshqa bolalar berib? Qilgan buni. Qo'ldan kelganda qo'saqni beqish emas, beshkerimliklarniki qo'saqni baqqini bilan uni buni qilib ko'chada yursa, bir yerlarda o'lib tatib qolsa, bu davolasi saqaydigan kasal tursa bu. Buning kimligi yo'q, kimligi bo'lganmasa men davolatman uni. Hozir kimlikning masalasi. Siz davlat emas, to'g'ri, nima deb emas vatan da'vosi qildik deb o'tirib chiqsizlar, davlat emas, men deydigan bo'lsa, tashkilot tashin nonyavatsizlar-ku. Yolg'onmi?
Yo'q, buni qildiq emas, xo'sh emas. Buning uchun qig'inglar kelmaydi, chunki cho'ng jamoat, kichik jamoat hammanglarniki orasida bir qora bulung bor. Buningda bir qildinglarmi? Qilgan bo'lsanglar, mush ko'chaga chiqamdi. Yana chiqdi o'tirga. Siz mendan qaydash yoki yana bir to'g'risida emas, men odamning ishini hal qilamsiz, qilmamsiz. Doktorxonaning masalasi, men kimlik masalasi hal bo'lsa, men o'zim doktorxona ko'rsataman yoki turklardan yordam so'rab, men bu bo'lmadi. Men Uyg'urlar yordam qilishni xohlamadi deb o'tirib chiqish kerakmi? Mushuniga javob bering. Mencha turkcha siz Uyg'urchaga yozsangizmi? Uyg'urcha yozgan, nima ish qilsiz uni nima turkcha yozib, siz turk bo'lmagandan men Uyg'ursiz sizmi? Uyg'urcha yozgan? Abjash yozmang. Siz kimlik tasdiqlamagan bo'lsangiz, yurtliqlaringizga nima ishga pasport berdingiz emsa? Pasport taqatmadingizmi? Yolg'onmi?